kuniga 90 ming so'mdan 60% sotilib bo'libdi. Xonalarimiz bo'lingan, elektr montajlar qilingan bular. Birlamchi texnikani ham birlamchi kuniga 90 ming so'mdan ko'pchilikka qiziq bo'layotgan, kommentariyada so'rayotgan obyektimizga yana kelganmiz. Quruvchini o'zi va loyihachi ham kelgan, ya'ni loyihachi nazorat qilish uchun kelgan. Quruvchimiz shu yerda o'zlari bilan hozir bafurja gaplashib olamiz. Obyekt sotuv boshlanib bo'lgan ekan, 60% sotilib bo'libdi. 100 ta xonadon bo'lsa 60% sotilib bo'lgan, 40% qolgan. Yigitlar eng ahamiyatli joyi kuniga 90 ming so'mdan aksiya qilishyapti ekan. Hozir bafurja yana gaplashamiz. Assalomu alaykum, Asror aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Xo'p. Asror aka quruvchimiz, Husniddin aka loyihachimiz 90 ming so'mlik aksiya haqida batafsil ma'lumot berishadi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatib boruvchilar. Aksiyamiz haqiqatan aytganingizdek aksiyamiz ketyapti. Bu aksiyamiz qanday? Shu oy oxirigacha kelib to'lov qilgan insonga kuniga 90 ming so'mdan to'lov evaziga uylarimizni, xonadonlarimizni sotishga tayyormiz. 60% dan ko'pi sotib bo'lindi. Uylarimizni kvadratlari 5 milliondan bitgandan keyin albatta bu oshib boradi. Buning ichida nimalar bor? Xonalarimiz bo'lingan, tashqi eshik derazalar qo'yilgan, lekin xonaning ichi qumshuvo holatda pardozsiz bo'ladi. Pardozsiz holatda bo'ladi. Elektr montajlar qilingan bular, birlamchi kabellar kirgan bo'ladi va santexnikaning ham birlamchi tizimlari yurgizilgan bo'ladi. Ma'lumot uchun qurilayotgan obyektimiz O'zbekiston tumani Yaypanda Xonazar Kuruydish yonida qurilyapti. 5 etajli obyektimiz. Sog' bo'lasizlar, obuna va like albatta esdan chiqmasin.